Yo, mikrolersning Sapphire suborkasiga xush kelibsizlar. Sapphire 2 suborkasiga xush kelibsizlar. Albatta, obunachilar, biz sizlar bilan Sapphire o'ynaymiz. Короче, men bu yerni ochib qo'ygan edim, sababi toshli konlardan o'tgan edim. Options bo'limiga kiramiz va buni ko'tarib olishimiz zarur ekan. Buni Down Game Back Game sindi 4 FPS bilan o'ynayotgan ekanman. Zalit Launcher 1.14. Let's go Sapphire. Oldik va chiqamiz. Kiramiz va daraxtlarni ozroq maydalab olishimiz zarur bo'ladi. Maydalaymiz bitta ikkita, bunday va yana cho'p kerak. Akib yurmaysizlar, albatta obunachilar. Qotgan joylarni kesib, narsa qilib o'tganman, sababi sizlarga yoqmay qolishi mumkin video, albatta. Birinchi o'rinda topor va so'ng kirga kerak emas, topor kerak edi xolos. Yo, nima bo'ldi? O'yin qot shekilli bo'ldi, yasab oldim. Vashi bag bo'lyapti obunachilar. Qo'ydik va SK bilan chiqib ketamiz. Let's go. Sindiramiz. Dik va ishonmasanglar mana ko'rishinglar mumkin. Mana Sapphire suborkasi o'tib ketdik ozroq joylardan. Turli xil mexanizmlar va rudalar bu yerda va texnologiyalar, turli ajoyib texnologiyalar va bitta minimap modini qo'shganman. Chopamiz daraxtni. Chop tashladik. Afsuski, yo-mayo. Ozroq otishlar bo'layotgan bo'lsa uzr, o'ynasa bo'ladi. Yo, realni va daraxtlarni maydalab olishimiz zarur. Qo'y topish ham kerak, albatta. Va bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, sakkiz, 9 nomer. Xullas, bir stago bitta adashmasam. Eska bilan chiqib ketsak-chi. Yo, qanday ketdik. Chang 2da turibdi. Adashmasam, Chang 2, down, yana back. Va nima qilamiz? Temir topish kerak, qo'y o'ldirish kerak, krat yasash kerak. Uy qurish kerak. Sandiqlarni kuchaytirib olish kerak. Yana nima kerak? Yana ko'p narsa kerak, adashmasam. Sunduqlarni yasash, kuchaytirish kerak. Ovqat to'plash kerak. Mexanizmga o'tish kerak, rudalar topish kerak va ularni pishirib olish kerak. Xullas kerak. Let's go. Bistri go. Hali qiladiganlarimiz juda ko'p. Birinchi qismda hali ruda ham topa olmadik. Hozir sigirlarni o'ldirib o'tirsak biz nima bo'lamiz, to'g'ri? It bo'lamiz deb hazillashing. Ke. Ana. Qotganiga adushi e'tibor bermaymiz. Lekin shukr, Sapphire o'ynayapmiz. Adushi, rahmat. Yana mod faylini
Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Mayli. Kontroldan keyin bins bo'limiga o'tamiz va men M bilan qilarmidi, qaysi bilan qilyaptimi? Qaysi edi-ya? Yo'q-mayo. Esdan chiqqan. Esimizdan chiqqan. Optifine qo'shilmagan, Forge qo'shilganman. Pri bilan qilinadi. Albatta kompyuterlar bilan chap tugma bilan qilinardi edi, adashmasam. Bizda bo'lsa Pri bilan River daryo degani. To'xtanglar, teleport qanday qiladi? Qanday qochding deydi-yu. Qanday qochding deydi-yu. Teleport endi bir marta teleport qildik. Ozroq kuchimiz zarur, sababi vahshiy qotib ketadi. Ozroq kutganimizdan so'ng albatta men почти videodan tashqari 5 minut o'ynab qo'ydim. 5 minut o'ynab qo'yganimdan so'ng yana qo'ydik blok. Chiqamiz, sakraymiz, o'tiramiz, yotamiz, sakraymiz, o'tiramiz. Hozir ashada ko'lyum bitta torch yasab olgan bo'lar edim. Torch yasagan bo'lar edim. Afsuski ko'l yo'q. Ko'l degani ko'mir yo'q o'zbekchasiga. Ruschasiga nima bo'ladi? Ko'mir. Buni esa izohlarda qoldiring. Qo'y topdik. Ke o'zimga ke. Bitta qo'y juni topildi va ikkita qoldi. Ikkitadan so'ng krovat yasab olamiz albatta. Sanamki ul deb hazillashib. Birinchi qism bo'lishiga qaramasdan videoni почти yarmdan ko'pidan o'tib ketdi shekilli. Videoni menimcha yaxshi narsalarni to'pladik va erisha oldik. Birinchi nima yasash kerak edi? Albatta applied modi ham qo'shish kerak edi. Sababi shamol generatori o'shanda ko'rinadi. Hozir bu yerda yo'q shamol generatori. Menimcha qidirib topsak bo'ladi. Qaysi biri elektr beradi? Ya'ni ko'mir generatori kerak. Ko'mirdan energiya oladigan narsa kerak. Uning uchun Kazoni Sapphire videosini ko'rib chiqish kerak. Ancha narsa kerak. Yana 5 minut o'ynab qo'ydim. To'xtanglar. Nimaga ovoz yo'q videoni? Nimaga? Teleport qilam. Ishonmagandim. Topdik. Biz oting qaror nima edi-ya? O'sha strukturani, junglini bitta strukturasi bor edi, to'g'rimi? O'sha yerni albatta biz topdik. Voy, namuncha qorong'u. Qorong'u. Bu yerni tevadan yorug'lik ochish kerak. Yorug'lik ham ochib oldik. Qayerga boramiz? Yo'q-mayo. Qadam o'qizilyapti. Yorug'lik kerak. Yorug'lik. Nima deydi? Go. Redstone albatta o'ziga kerak bo'ladi. Qani sumlikda nima bor? Atiga 5 tagina oldi. Shuncha qildikmi? Shuncha qildikmi-ya? Shunga-ya. Suyagi ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Sababi kuchuk topib olsak, uni ovqatlantirib uy hayvonimizga aylantirib olsak bo'ladi.
Sunduqni ham sindiramiz. Bu yerning ichida o'qlar bor edi adashmasam. Bo'ladi anaqarog'i. Describerni ham olib ketishimiz kerak. Adushi redstone kerak edi. Ikkinchi qismda mexanizm yasaymiz. Birinchi qismini ham yasaymiz albatta. Va buni sindiramiz. O'zimga. Bu ham sanamga. O'zimga. Va 13 ta bo'lar ekan. Buni ham sindiramiz. O'zimga va chiqib videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi Sapphire 2ning birinchi qismi, ya'ni men o'ynagan qismi tugadi. Adushi izohlarda o'z izohlaringizni qoldiring. Sababi ikkinchi qismda qanaqa mexanizmlardan elektr tokini olish mumkin bo'ladi. Men esa ham ma'lumot topaman. Xayr, birinchi qism tugadi, ikkinchi qism boshlandi.